Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan listening haqida to'liq suhbatlashamiz. Boshlang'ich va o'rta darajadagilar uchun men sizlarga Tactics for Listening kitobini tavsiya qilaman. Bu kitob nimasi bilan afzal? Bu kitobda har bitta unit keyinchalik IELTS va TOEFL imtihon topshirganingizda kerak bo'ladigan listening bo'yicha mavzularni o'z ichiga qamrab oladi va har bitta unitda topic vocabulary yodlaysiz. Bu esa nafaqat listening balki speaking uchun ham juda ham foydali bo'ladi. Va pronunciation tasklari esa birinchi boshlang'ich darajadan boshlab so'zlarni to'g'ri va chiroyli talaffuz qilishingizga yordam bersa, dictation qismi esa listening darajangizni tezroq o'stirishga ko'maklashadi. Hamma mavzuni tugatgandan keyin qo'shimcha tarzda mavzular, ya'ni qo'shimcha topshiriqlar bor. Vocabulary indeksda har bir unitda siz bilishingiz shart, yodlashingiz kerak bo'lgan muhim so'zlar joylashgan. Mana bu YouTube kanallarni esa qo'shimcha tarzda shug'ullanish uchun foydalansangiz bo'ladi. Dictationning o'rni listeningda juda ham beqiyos. Qanday qilib to'g'ri dictation qilishni Telegram kanalimga obuna bo'lsanglar o'rgataman. Keyin esa Cambridge kitoblardan shug'ullanasiz. Cambridge kitoblarini afzalligi har bitta listeningdan keyin orqasida audio transkripti bor. Siz listening qilayotganda biror bir so'zni tushunmay qolsangiz, albatta o'sha kitob orqasiga o'tib transkriptidan o'sha so'z qanday talaffuz qilinishi, nega aynan shu so'z kelganligi bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi. Albatta listeningda sinonimlar bilan ishlashni ham o'rganing. Buni ham Telegram kanalimga o'tsangiz albatta o'rgataman. IELTS Trainer kitobni o'zi Cambridge kitoblaridan oldin boshlashingiz kerak bo'ladi. Videoda sal xatolik ketib qoldi. IELTS Trainerni o'sha 3 kitob tugatib, YouTube videolarida sal shug'ullanganingizdan keyin bemalol boshlashingiz bo'ladi, ya'ni IELTS ga kirish uchun. Bu kitobning zo'rligi self study qilayotganlar uchun 4 ta skillni ham juda ham ideal tarzda bunaqa advice va tiplar qilib tushuntirib bergan. Faqat listening uchun, balki writing, speaking va reading uchun ham bu mukammal kitob hisoblanadi. Keyin esa men bu kitobdan shug'ullanishni maslahat beraman. Bu kitob nima uchun? Misol uchun siz listening qilayotganingizda hamma mavzuni emas, balki ayrim bir savol turlarini tushunmaysiz. Misol uchun multiple choice, gap filling. Mana shu mavzularni siz shu kitobdan topasiz va aynan shu bo'yicha testlarni qayta-qayta ishlaysiz va ko'p praktis qilib analyze qilishni bilsangiz, albatta bu tezda listeningni oshirishga yordam beradi. To'g'ri analiz qilishni ham Telegram kanalimga obuna bo'lsangiz o'rgataman.